Bu videoda xuddi mana shunaqa 8 ta emotsiyani mutlaqo tekinga olishni o'rgataman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu ikkovi ham tekin. Adikay comeback. Hammaga assalomu alaykum, Minecrafterlar, sizlar bilan Adikay. Xo'sh, mana shunaqa profil bo'limidagi missiyalar qatorida emotsiya beradigan missiyalar bor. Birinchi navbatda bizga Minecraft akkaunt kerak bo'ladi. Yo'q, to'xtinglar, birinchi navbatda Minecraft akkauntim yo'q deb yig'lashga va chiqib ketishga harakat qilmanglar. Qachondir baribir kerak bo'ladi. Ikkinchidan, achievementsli dunyo. Buni qanday qilinadi? Birinchi navbatda cheatlar o'chik bo'lishi kerak. Resurs pakdagi modlarni qo'shish mumkin, lekin behavior uning pastdagi paklarni qo'shish mumkin emas. Uni qo'shganingizda mana shunaqa achievements disable degan yozuv chiqsa, demak bu tamom. U missiyalaringiz hisobga olinmaydi. Ki undan tashqari eksperimentlarni ham yoqib bo'lmaydi. Mana shunaqa achievements disable degan yozuv chiqdimi, demak u missiyalar kirmaydi. Xo'p, mana mirga ham kirib oldik. Mana shunaqa oddiy emotsiyalar. Endi vijvaniya qilib missiyalarni bajarishni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, vijvaniyani boshlaymiz bo'lmasam. Daraxt chopib, tosh va birinchi missiya teri olish. Oddiygina sigirni o'ldirsak va endi mirdan chiqib u emotsiyani tekshiramiz. Endi mana shu profil bo'limiga o'tib, uni qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, mana shu yerda mana o'sha. Endi buni qo'yib qo'yamiz va endi sizlarga ko'rsatish qoldi. Mana o'sha emotsiya. Yo'q, birinchi emotsiya oddiygina teri olish edi. Endi ikkinchi emotsiya. Bundan tashqari hamma oddiy mirdagi 17 ta biyomda bo'lish degan missiya ham bor. Shuning uchun hamma biyomlarga kirib yuringlar. Xo'p, ikkinchisi temir olishimiz kerak biz. Temirni eritib olishimiz kerak, shunchaki endi mana bu yerda spawner ham bor ekan. Xo'sh, buning ichidan endi buni qo'yamiz va temirlarni eritishga qo'yamiz. Endi bu pishguncha biz boshqa temirlar qazib turamiz. Xo'sh, mana temirlarimiz ham pishdi. Allaqachon temirli instrumentlar yasab oldik va endi merdan chiqib buni tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, mana o'sha emotsiya. Endi buni qo'yib sizlarga ko'rsatish qoldi va mana. Va bunda qanaydir chopganga o'xshagan emotsiya ekan. Xo'p, bo'lmasam davom etamiz. Temirlarni olib jicha kuchayib olish ham kerak. Endi bu yerdan chiqamiz. Xo'sh, mana qazgan temirlarimizni eritishga qo'yamiz. Mana endi full emotsiya bo'ldi. Endi ana shu emotsiyani qilsak yarashaveradi. Xo'sh, 17 ta biyomga keladigan bo'lsak, 17 ta biyomning ichida 2 xil okean ham bor. Shuning uchun okeanni ham suzib qo'yish kerak. Mana cho'lda ham yurdik va oddiy tekis biyomda ham yurdik. Bu yerda jungli ham bor ekan. Jungliga ham kirdik mana. Xo'sh, ana oq qarag'ay o'rmoni. Bunga ham kirdik. Va endi qalin o'rmon. Bu ham biyom. Bunga ham kirish kerak. Xo'sh, endi u yerda dark o'rmoni bor ekan. U topish qiyin deb o'yladim. Oson bo'ldi. Dark o'rmoniga ham kirdik. Undan so'ng mana qarag'ay o'rmoni ham uchrab qoldi. Qarag'ay o'rmoniga ham kirdik. Xo'sh, endi mana botqoq biyomiga ham kirdik. Va mana qorli biyom emas, endi qorni ustidan yurdik mana. Qorli biyomga kiradi. Shu vaqtgacha biz 15 ta biyomda ko'rib bo'pmiz, mana ko'rib turganlaringizdek. Xo'sh, keyingi missiyaga o'tamiz. Keyingi missiya uchun suv tagida 2 minut turish kerak. Buni bajarish uchun bizga magma ko'p yordam beradi. Mana shu yerga turib olib, unga o'tirsak jonimiz ketmaydi va biz xohlagancha turishimiz mumkin. Biz 2 minut tursak bo'ldi. Xo'sh, mana 2 minut ham turdik. Endi bemalol tashqariga chiqsak bo'lar ekan. Allaqachon tun ham tushibdi. Uxlab olish kerak. Xo'sh, mana yorug'am tushdi. Endi bemalol emotsiyani tekshirsak bo'ladi. Emotsiyani qo'yamiz. Mana o'sha emotsiya. Va endi sizlarga ko'rsataman buni. Mana shunaqa. Mana ko'rib olishinglar mumkin. Mana shunaqa emotsiya ekan. Yo'qmas. Oxirida aylanib qo'yishi, lekin menga yoqdi.
Endi keyingi emotsiyaga navbat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ikki o'yin ham tekin-u. Sizlarga yomon xabarim bor. Menda hamma youtuberlarda bo'lgan kabi video olish esimdan chiqib qopti. Xo'sh, nimalarga ulgurdim? Lava portal topdim, Netherga keldim. Bo'ldi, shu boshqa narsa qilganim yo'q. Va bu yerda men yana bitta missiyani bajarishga harakat qilyapman. Va biz allaqachon 17 ta biyomda bo'pmiz. Afsuski sizlarga ko'rsata olmadim, lekin bo'pmiz mana. Ko'rishinglar mumkin va endi sizlarga buni ko'rsataman. Mana. Ana shunaqa emotsiya ekan. Yomon emas, chiroyli bo'ladi, o'rtacha. Endi bizga Ender Gemshuk kerak. Bitta missiyani bajarish uchun. Bu missiya qanaqa? Birinchi navbatda oddiy olamga o'tamiz. O'tdik. Tun ekan, o'tkazib yuboramiz. Tezda uxlab olamiz. Xo'sh, endi blok to'plashimiz kerak. Bu nimaga? Ender Gemshukda 100 blok balandlikka otish kerak. Tushunyapsizlarmi? 100 blok. Birinchi navbatda bloklarni olamiz. Daraxt eng yaxshi blok va 100 blok balandlikka chiqamiz. Eng oson bajarish yo'li. Xo'sh, mana 100 blok balandlikka chiqdik. Endi Ender Gemshukni prosta pastga otib qo'ysak bo'ldi. Pastga bir qaytib otamiz va pastga tushsak missiya bajarilgan bo'lishi kerak. Hozir merdan chiqib sinab ko'ramiz va mana bajarilibdi. Endi uni sizlarga ko'rsataman va mana o'sha emotsiya. Ajoyib, tushganga o'xshab. Yaxshi, yiqilib tushmaydi ekan, zo'r tushar ekan, lekin oxiri tushishi menga yoqdi. Xo'sh, mana endi bu merda boshqa qiladigan ishimiz qolmadi. Yangi mer ochish vaqti keldi. Xuddi ana shunday cheatlarni yoqmasdan, Behavior Pack'dagi modlardan qo'shmasdan mana shu Temples degan joyga kiramiz Advanced bo'limida va bizga kerak Deep Dark'ni tanlaymiz. Mana shu Warden'ning uyasi joylashgan joyda. Va endi merni yaratamiz. Va tug'ilganimizda naq pastmizda shu Warden'ning uyasi bor. Endi biz vijvaniya qilishimiz kerak. Sizlarga video davomida ko'rsataman qanaqa qilishdi. Vijvaniya qilamiz, daraxt, tosh va ozgina ovqat olamiz. Zarar qilmaydi ortiqchasi. Xo'sh, qazib o'tiraman deb o'yladim. Yo'q, g'or chiqdi. Shu g'ordan tovasak bo'laveradi. Endi sekin tushib olsak, mana shu suvga sakrasak bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda temirlar bor ekan. Asta-sekin kuchayib olamiz, jichcha o'lmaslik uchun. Endi mana shu g'orning ichidan Warden uyasini topaveramiz bemalol. Va ozgina temir ham olib, temirli brunalar ham yasab olish kerak o'lmaslik uchun. Yaxshi. Mana biz full temir brunalarga erishdik. Olmos ham kerak bo'ladi. Olmos ham olish kerak. Juda ham muhim missiya uchun kerak bu ham. Mana Wardenning uyasini topdik. Endi bu yerda qiladigan ishimizni aytsam. Bu yerda qiladigan ishimiz mana shunaqa skalk sensorini oldidan o'tirib, sezdirmasdan o'tish kerak. Tushunyapsizlarmi? U sezmasligi kerak, ishga tushmasligi kerak. Xo'p, o'tirib o'tasizlar va missiya mana bajarilibdi. Endi buni sizlarga ko'rsataman. Mana bu missiya mana shunaqa missiya. Sekin yuradigan krisalarni emotsiyasi. Yaxshi, yomon emas. Endi keyingi emotsiyaga o'tamiz. Xo'sh, keyingi emotsiya birinchi navbatda tashqariga chiqib olishimiz kerak va ana shu olmos bizga yordam beradi endi. Tashqariga chiqsam tun ekan va tezda xavfsizroq joyga o'tib, endi bizga boshqa o'yinchi kerak, birorta boshqa o'yinchi. Endi buning uchun men Shamsni chaqirdim. Shams mana keldi. Endi biz unga, ya'ni boshqa o'yinchiga olmosni tashab berishimiz kerak. Mana shunaqa tashab bersak, u qo'liga olsa bo'ldi, missiya bajariladi. Yaxshi, mana missiya bajarildi. Bajarilgan bo'lsa, olmosni qaytar. Olmos. Endi mana shu missiya Diamond to you. Xo'sh, endi bu missiyani sizlarga ko'rsatsam,
va mana eng quvnog'i shu bo'lsa kerak. Olmosda boshqa o'yinchiga berish kerak. Yana bir marta. Yaxshi emotsiya. Endi keyingi emotsiyaga o'tamiz. Eng qiyini. Mana shunaqa yana Templar bo'limiga o'tamiz. Bundan oldin mana shu resurslarni qo'shib olaylik. Endi mana shu Templar bo'limiga o'tamiz va bizga ham qishlog'i bor, ham raiderlarda outposti bor bo'lgan mir kerak va mana Snowy Village. Mana shu mir to'g'ri kelar ekan. Endi mirni ochamiz. Har doimgidek boshda kuchaya olamiz. Mashqol nimadir qo'lim bilan o'ldirgim kelyapti. Bo'ldi. Hop, tosh. Mana qishloq, ana bu yerda esa raiderlarda outposti bor ekan. Xo'p, birinchi navbatda salgina kuchayib olish kerak, ovqat yig'ib olish kerak. Kartoshkalarni mana shu pechkani ichiga qo'yib qo'yamiz. Yana jicha qishloqda aylanamiz. Hop, nima aytdi, Galem qamalib qolibdi. Galemda jicha ozod qilib yuborsak yaxshi bo'ladi menimcha, o'zimizga ham. Endi uni ozod qildik, bunisini esa o'ldiramiz endi. Bizga temir kerak. Joy ko'p emas, lekin ko'p kerak bizga temir. Hali. Xo'sh, endi qiladigan ishimiz. Bunda biz mana bu yerda lavali ko'lam bor ekan, bu ham kerak bo'ladi, lava ham. Kamida bir paqir. Xo'sh, endi hech bo'lmasa mis olaylik. Misli bronyalar uchun har holda raiderlarning oldiga misli bronya bilan bormasa bo'lmaydi, lekin bizga endi ana shu raiderlardan tushadigan, ya'ni pillagerlardan tushadigan naqa kerak, damlov kerak. Lekin shu yerda o'lib ketaman deb bo'ladi va o'lib ketdim, lekin yotoq IQ'im ishlab yotoq qo'yishga ulgurdim. Endi mashqda yo'q tirilaveraman. Xo'sh, bizga damlamasi kerak raid uchun. Raiddan esa bizga ana u tatemi kerak va biz tatemni ishlatishimiz kerak, короче, bu missiyada tatemni ishlatish kerak. Yana bir marta o'lib ketdi. U ana Galem o'ldirdi. Ana bayroqlisini endi damlama tushadi. Damlamani tezda olib surish kerak bu yerdan. Bo'ldi, endi bu yerdan suramiz. Bizga boya aytganimdek temirlar kerak. Ham o'lib ketmasligi uchun, ham bu missiyani bajarish uchun. Bu yerda temirlar ko'p bo'lsa kerak har holda. G'oru. Mana temirlar. Bu yerda o'ylaganimdan ko'proq temir bor ekan. Yaxshi. Bu temirlar yetib qolsa kerak. Taxminan 30 ta 40 ta temir yetib qoladi. Mana biz misli bronyalarga erishdik, temirli bo'lmasa ham. Endi bizga qaychi kerak va 3 ta paqir kerak. 3 ta. Endi lapatkasimiz nimaga? Bizga 10 stakdan oshiq blok kerak. Yonib ketmaydigan blok bo'lish kerak. Ya'ni toshmi yoki loymi? Menga loy qulay bo'ldi, chunki uni qazish oson. Xo'p, endi bizga mana shunaqalardan tushadigan ip kerak. Bunda slime bilan ip bilan yasasa ham bo'laveradi, lekin bizga tayyor uchrab qoldi. Xo'sh, endi buni nimani o'rniga olsam ekan? Mayli, buni tashlab yuboraman. Bizga mana shunaqa ip kerak. Endi birorta jitelni qayoqqa o'tirgizib, ipga bog'laymiz endi uni va bu qishloqdan 150 blok uzoqroqqa olib ketish kerak. Kamida 150 blok. Shu yerda lava olish esimdan chiqib qoldi. 1 paqir lava va 2 paqir suv kerak bo'ladi. Unutmanglar, 1 paqir lava va 2 paqir suv. Xo'p, endi bizga 3 stak bark kerak. Bark 3 stak bo'lish kerak va tekisroq joy kerak. Qishloqdan kamida 150 blok uzoqlikda bo'lish kerak va mana shunaqa joy topdim. Endi bu yerdan 100 blok balandlikka chiqamiz va barkdan shunaqa men ko'rsatganimdek 4 blok qo'yamiz va bu yog'iga 7 blok qo'yamiz. Afsuski, sizlarga yomon xabarim bor. Qandaydir nosozlik tufayli video yozib olinmabdi. Bu ko'rib turganlaringiz videoning oxirgi qismlari. Ferma yasayotgandim men, raid ferma. Va endi sizlarga faqatgina bajarilganligini ko'rsataman va endi u emotsiyani tatemda ishlatish kerak edi, xullas. Emotsiya. Va mana ko'rib turgan emotsiya. Juda ham yaxshi emotsiya. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga bay bay.